Salom mumbradillar, sizlar bilan Xomom. Bugungi videomizda biz sizlar bilan demak kechagi ajoyib xabarlarni muhokama qilamiz va umuman olganda biz yo'qligimizda nimalar yuz berdi sport dunyosida. Kecha Bahodir Jalolovning jangi bo'ladi deb aytib o'tgandim. Kecha bo'ldi. Xullas Ostonada, Qozog'istonda bo'lib o'tdi va 10 raundlik jang to'liq davom etdi. Bahodir Jalolov ochkolar bo'yicha g'alaba qozondi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, men YouTube kanalimga qisqa video qilib shortsga joyladim. Juda ham ko'p odam ko'rdi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak va 3-raundlarda Bahodir Jalolov knockdownga uchratdi raqibini. Xullas ochkolar hisobiga butun raund orqali g'alabasini qo'lga kiritdi. 15-g'alabasini qo'lga kiritdi va shuningdek Bahodir Jalolov jangdan so'ng albatta hatto jangning boshida уже jarohat olgan jang qilyapti. Еще видишь? Немножко вот это осталось. Сильно поступить надо. Он всегда жестко. Его не ожидал. Легкий, тяжелый. Сейчас ловите, смотрите. Shuna qilib Ukrainalik xullas raqibini o'tdi. Endi keyingi raqiblari o'ylaymizki qanaqadir taniqli va kuchli raqiblar uchraydi. Juda ham ko'p odamlar xohlayapti taniqli qanaqadir topoviy jangchi bilan jang o'tkazishini. Bahodir Jalolovni o'ylaymizki ajoyib janglarni kelajakda ko'rib qolamiz. Pul bo'lmasa qayga borasan? 10 million so'mga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada havola bor, Telegramga o'tamiz va o'sha yerdagi havoladan 10 million so'mga ega bo'lamiz. iPhone promokodini kirgizib. Hammalarga omaddan boshqa narsa yordam bermasligi mumkin. Shuningdek, juda ham ko'p obunachilar so'radi, Odilxon bilan Aktlekni jangi nima bo'lyapti? Yangi jangmi, yangi hype mi deb so'ramoqdasizlar. Albatta. Men Adilxonni bo'yga chaqirgim kelib turib hozir. Ruxsat bersa, smelo. Jangda sol jekpejekni jasovga tirsamiz. Davay, hozir telefon qil. Davay, Nurali ruxsat berdik. Hozir o'zi ham sho'raman. Biz razница. Jangda kelsamiz. Endi men o'yimcha Aktlek Jo'lshibekov degan jangchi Qozog'istonda Odilxoni desak ham bo'laveradi. Juda ham taniqli janglari bor. Murod Legenda deganlari bilan o'sha Rossiya Dog'istonlik jangchilar bilan jang o'tkazgan bir paytlar. Chempionlik kamari uchun ham o'sha o'z promotionida jang o'tkazgan, lekin o'tkazib qo'ygan. Xullas Odilxon, O'zbek Odilxon MMA'miz bizni Rush Fighting degan promotionda sekin ko'rinishni boshladi. Menimcha kelajakda mana shu promotionda jang o'tkazsa kerak va u yerga kirgandan keyin ko'rinishni boshlagandan keyin mana shu Aktlek xullas vizov tashlagan unga. O'zi to'g'risi bu ikkalasini jangi ham juda ham chiroyli bo'lar ekan, lekin do'stlar bu jangda kim g'alaba qozonishi aniq deb o'ylayman, ya'ni bu Odilxon albatta. Chunki Aktlekning janglarini ko'rdim. Unaqangi juda ham bir dahshat darajada emas, yutkazib qo'yish ehtimollari katta. O'shanga agar mabodo bu jang bo'ladigan bo'lsa, endi Odilxon meni darajaga chiqib ol deb gapirib o'tgan, lekin mana shu jang bo'ladigan bo'lsa, men o'ylayman Odilxon g'alaba qozonadi va mana shu joyda shou davom etsa kerak. Agar вообще To'xtar bilan konfliktni yakunlamasa. No do'stlar, sentyabrda Toshkentda demak Oktagon ligasi turnirlari o'tkazadi. Mana shu joyda demak Toshkentda jang o'tkazsa Odilxon yomon bo'lmasdi. Sizlar juda ham ko'p xohlayapsizlar-ku, konfliktni yakunlash kerak, adabini berish kerak. Yoki Saturn bilan To'xtarni ko'rmoqchimisizlar? Kechagi videomda ham ko'p odam yozdi. Ba'zilar Saturnni yutadi deb o'ylayapti, parterda yaxshi ishlasa deyapti. To'g'ri, imkoniyatlar bor jangda, qanchalik tajribasi bo'lsa bo'lmasa. Shunaqa bular xullas jang o'tkazadi degan umiddamiz. Faqat hype trash talk bo'lib ketdi. Biz ham muhokama qilaverib, bularni tomosha qilaverib, to'g'risi charchadik. Shuning uchun qanaqadir jang ko'rsak, o'sha xursand bo'lardik-a. Nima deysizlar? Quruq gap eshakka yuk deyilgan gap bor.
o'shanga kutamiz, nima qilamiz. Sizlar bilan esa Ayibxon bo'ldi. Keyingi videolarimda yana ajoyib mavzularni muhokama qilishga harakat qilaman. Kanalga nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Obuna, like, payk, xullas, hammalarga chao.